Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, hammalaringiz sog' salomatmisizlar? Do'stlar, bugun sizlar bilan birgalikda kivi ko'chatlarini o'zini o'zi changlaydigan sortlari bilan ikki jinsli sortlarini farqlari to'g'risida gaplashib o'tamiz. O'ylaymizki, bu videomiz barchaga birdek foydali, manfaatli video bo'ladi. Demak, tayyor bo'lsalaring, videomizni boshladik. Xo'p, do'stlar, bu ko'rib turgan kivilarning hammasi o'zini o'zi changlatadigan kivi sortlari hisoblanadi. Bu kivilarni biz xaridorlarni qiziqtirish uchun, sotish uchun o'ylab topmaganmiz. Bu sortlar hammasi Yevropa seleksioner olimlari tomonidan yaratilgan haqiqiy o'zini o'zi changlatadigan kivi sortlari hisoblanadi. Birinchida ko'rib turgan sortlaring Actinidia argutta isai sorti, yashil kivi bo'ladi. Mevani ichki ko'rinishi ham, tashqi ko'rinishi ham yashil bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar. O'zini o'zi changlatadigan sortlarga mana erkagi, ayoli o'zida degan mana belgi qo'yib qo'yiladi. Mana ko'rishlaring mumkin. Isai sortimiz. Ko'chatini ko'rinishi mana ko'ryapsizlar. Juda ham sifatli ko'chat. Atroskalarigacha chiqarib turibdi. Mana ko'rishlaring mumkin. Payvand bo'lgan qismlari mana ko'ryapsizlar. Ko'chatni umumiy ko'rinishi. Bu birinchi sort o'zini o'zi changlatadigan kivimiz. Bu ko'rib turganlaring mana ikkinchi sortimiz Actinidia delicatessa Baskop sorti. Mevalarining ichki ko'rinishlari, tashqi ko'rinishlari Hayward sortimiz bilan deyarli mevalarining ko'rinishi bir xil bo'ladi. Mana bunda ham erkagi, ayoli o'zida degan mana belgisi bor, ko'rishlaring mumkin. Mana ko'chat ko'rinishlari juda ham sifatli ko'chat, ko'ryapsizlar. Mana atroskalarning ko'rinishlari, payvand bo'lgan qismlari mana ko'rishlaring mumkin. Juda ham sifatli ko'chat. Bu mana ikkinchi sort o'zini o'zi changlatadigan kivimiz. Bu mana uchinchida ko'rib turganlaring mana Actinidia delicatessa Jenny sorti. Mana payvand bo'lgan qismlari ko'ryapsizlar, ko'chat ko'rinishlari. Bu Jenny sortimizni ham mevalari Hayward sortimizning mevalariga o'xshash bo'ladi. Ko'ryapsizlar, mana shu Jenny sortimiz bilan Baskop sortimiz Hayward sortimizni erkak ko'chat talab qilmaydigan gibrid sortlari desak ham bo'laveradi mana. Bu sortlarimiz hammasi o'zini o'zi changlatadigan kivi sortlari hisoblanadi. Endi bu ko'rib turganlaring hammasi ikki jinsli ayoli, erkagi alohidadan bo'lgan kivi sortlarimiz. Har xil hajmda bor. Bu birinchida ko'rib turgan mana ko'chatlaring hammasi kichik hajmli ko'chatlarimiz hisoblanadi. Bular mana katta hajmli ko'chatlarimiz, ko'rishlaring mumkin. Xo'p, birinchidagi ko'chatimiz mana Actinidia delicatessa Hayward sorti. Kivilarimizni eng serhosil, eng mazasi shirin, mevasi yirik bo'ladigan sortlardan hisoblanadi. Mana ko'chat ko'rinishi ko'ryapsizlar. Haqiqiy mana payvand qilingan ayol jinsdagi Hayward sort ko'chatimiz mana atroskalarning ko'rinishi, payvand bo'lgan qismlari mana ko'ryapsizlar. Juda ham sifatli ko'chat. Bu birinchi sortimiz. Ikkinchi sortimiz mana Actinidia delicatessa Golden kivi, ya'ni qisqartmasi Gold kivi. Mevasi juda ham shirin bo'ladi, mazasi, serhosil, mevasi yirik. Mevani ichki ko'rinishlari sariq bo'ladi, tashqi ko'rinishi Hayward bilan deyarli bir xil bo'ladi. Mana ko'chat ko'rinishlari, atroskalari mana ko'rishlaring mumkin. Payvand bo'lgan qismlari mana ko'ryapsizlar. Bu ikkinchi sortimiz hisoblanadi mana. Gold kivimiz. Bu uchinchida esa mana changlatuvchi erkak ko'chat. Bu ko'chatimiz yordamida ayol jinsdagi ikki jinsli kivilarni changlatish mumkin. Mana pasportlarning ko'rinishi Actinidia delicatessa Atlas sorti. Mana erkaklik belgisi ko'rishlaring mumkin. Mana erkak gullarining ko'rinishlari. Bu ko'chat hosil bermaydi, vazifasi faqat ayol jinsdagi ko'chatlarni changlatishdan iborat bo'ladi. Mana ko'chat ko'rinishlari juda ham sifatli ko'chat, mana ko'rishlaring mumkin. Atlas sort mana kivi ko'chatimiz. Endi bular mana katta hajmlilari Hayward sorti mana katta hajmli ko'rishlaring mumkin. Changlatuvchi erkak Atlas sort mana katta hajmli ko'chat. Bunisi mana Gold sortligi, ko'ryapsizlar mana katta hajmli ko'chat. Bular hammasi mana ikki jinsli ko'chatlarimiz. Endi mana o'zini o'zi changlatadigan kivilarimiz bilan ikki jinsli kivilarimizni asosiy farqi, o'zini o'zi changlatadigan kivilar erkak ko'chat talab qilmaydi, o'zi hosil beraveradi. Ikki jinsli ko'chatlarga
changlatuvchi erkak qo'shiladi ayol jinsli ko'chatiga. Farqi shu. Endi savol bo'lishi mumkin, o'zini o'zi changlatadigan sort ekkan yaxshimi, ikki jinsli sortlardan ekkanimiz yaxshimi deb ko'p so'rashadi do'stlar. O'zini o'zi changlatadigan sortlar ikkinchi darajali sortlar hisoblanadi. Bu sortlarda mevasi maydaroq bo'ladi, hosili kamroq bo'ladi. Ikki jinsli sortlarimizni mevasi yirik, hosildorligi yuqori bo'ladi. Shuning uchun birinchi o'rinda ikki jinsli sortlardan Hayward, Gold changlatuvchi erkaklaridan albatta ekish kerak. Ulardan keyin mana bo'sh joyingiz qolsa, imkoniyatingiz bo'lsa, o'zini o'zi changlatadigan sortlarimizdan ham bularni orasiga qatorlarini davomiga ekib qo'ysangiz zarar qilmaydi. Mana do'stlar, sizlarga mana o'zini o'zi changlatadigan sortlarimiz bilan ikki jinsli sortlarimiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tdik. Videomiz oxirida mana yana bitta yangilik ko'rsatamiz. Buni ko'rgansizlar. Buni ham o'zimiz yaratganmiz. O'zini o'zi changlatadigan kivi bo'lgan, lekin buni genini o'zgartirib chuqurlashmaganmiz. Shunchaki mana oddiy payvanddek, jinsi noaniq payvanddek shoxlatib mana birinchi shoxiga mana gold ulaganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin mana. Juda ham chiroyli tutgan payvandlari. Mana pasportlarining ko'rinishi. Actinidea delicatessa Golden Kiwi. Ikkinchi shoxiga mana changlatuvchi erkak ulaganmiz mana, ko'rishlaringiz mumkin. Mana buni pasportlari mana. Bitta to'p mana ham erkagi bor, ham ayoli bor. Ikki xil jinsi bitta tutdi mana. Endi buni ham umumiy hisobda o'zini o'zi changlatadigan kivi desak bo'laveradi. Faqat bular haqiqiy o'zini o'zi changlatadigan kivilardan farq qiladi, chunki bularning hosildorligi yuqori, mevasi yirik bo'ladi, chunki alohidadan ikki jinsli ko'chatlardan payvand qilganmiz. Video lavhamiz shu. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.